O'zi 70-80% holatda ko'pchilik, ayniqsa erkak kishilarda otani qadri bilinmaydi-da. U faqatgina endi qachondir kelib hammamiz bu olamni tark etamiz. Ota bu olamdan o'tgandan keyin uni qadri sezilishi boshlaydi. Ota qadrini qachonki erkak kishi o'zini bo'yniga otalik vazifasi tushgandan keyin sezilishi boshlaydi. Shu narsalarni shu holatga yetmasdan turib ham qadriga yetsa bo'ladi. Buning uchun bu yosh ham tanlamaydi yoki aql o'zi yosh tanlamaydi. Bu narsani bu hammasi Alloh tomonidan, hammasi hayotiy tomonlardan, qiyinchiliklardan kelib chiqadi bunaqa tushunchalar hammasi. Bu gapdan maqsad kech bo'lmasdan ota-onaning qadriga yetib, vaqtni bekor o'tkazmasdan biz shu tomonga harakat qilishimiz kerak do'stlar.